siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. 9 noyabr Germaniyaga xizmat munosabati bilan kelgan Amerika Tashqi ishlar ministrligi konsullar komitetining mudiri, Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning maslahatchisi Ulrich Brechbuhl apandining taklifi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi To'lqin Iso boshchiligidagi qurultiy rahbarlari orasida to'r suhbati bo'lib o'tgan. Suhbat Amerikaning Berlindagi bosh elchixonasi bilan Myunxendagi konsulxonasi orasida elib berilgan. Suhbatga Amerikaning Myunxendagi bosh konsuli Megan Gregonis xonim qatorliqlar ishtirok qilgan. 11 ayın 9 günüsü Amerika'nın Germaniyadaki baş elçixanasının orunlaştırışı bilen Amerika Tashqi ishlar Ministerligi Konsulsuzluklar Komitesininki müdiri ve şundaqla Tashqi ishlar Ministri Pompeo'nun baş meselesi Ulrich Brechbuhl efendim bilen Dünya Kurultayı rehberlerinin bir yığını bulup ötті. Bu Ulrich Brechbuhl efendim Berlin temi yığılganlığının 31 yıllık münasebeti bilen ötküzülgen murasim için Germaniyaga kelgan ve başka resmi hizmetler ziyaret için. Bu jarayonda Ulrich Brechbuhl efendi Dünya Kurultayı rehberleri bilen bir uçuruşni iltimas kılıp yığınga teklif kıldı. Biz Germaniyanın Münxendeki baş konsolosluğunda katnaştık. O kişi Berlindeki elçixanasından video şekilde elip verildi. Bu da yığınga Dünya Kurultayı vakaleten men bizim programma müdürümüz Zümrət xanım İlham Toxtuk İnstitutu'nunki reisi Envercan efendiler ve şundaqla Amerika'nın Münxen baş konsolosluğu Megan Gregonis xanımla birlikte katnaştık. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi To'lqin Iso apandining bildirishicha, bu qatimki suhbatda Sharqiy Turkistonning navbatdagi ig'ir vaziyati asosli tema bo'lgan. Bu yığın jarayonida biz aldı bilan Ulrich apandiga Dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlari haqida tafsili doklad berdik. Bu haqda o'zining qurultay faoliyatlari haqida so'rgan savollarga javob berdik. Shundaqla Amerika hukumatining Pompeo'ning Trump hukumatining Uyg'ur masalasiga qilib kelgan yordamlari qo'llashlari uchun rahmatlarimizni, teşekkürlerimizni bildirdik. Onun dinkin hazır Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar bo'layotgan vaziyatlar haqida nurg'unlagan savollarni so'rdi. Qo'limizda bo'lgan yangi uchurlarni ular bilan o'rtoqlashdik. Onun dinkin Uyg'ur tashkilotlarining, Uyg'ur faoliyatchilarining Yevropada va dunyoning boshqa joylarida ta'sirga uchrash ahvoli haqida qiziq savollarni so'rdi. O to'g'riliqmi javob berdik. Onun dinkin oldimizgi kunlarda milliy davoyimizda duch kelayotgan chet elda xiristlar haqida, duch kelayotgan qiyinchiliklarni buni tugutishning yo'llari haqida muzokaralar bo'ldi. Suhbat jarayonida Arab islom dunyosining sukutlari va buni qanday buzish masalalari muzokara qilingan. Ulrich Brechbuhl apandi so'zida Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasiga davomli ega chiqadiganligini eskartib o'tgan. Ulrich Brechbuhl apandim Amerika hukumati bo'lib, bugün Uyg'urlar duch kelayotgan masalaning haqiqatan insonni qayg'u cho'mdiradigan, butun dunyoning, butun insoniyatning ko'ngil bilishi zaruriyati bo'lgan bir masala bo'lganligini, Uyg'urlarga bo'layotgan besimning bu qirg'inchilikning to'xtatilishi uchun Amerika butun kuchi bilan harakat qilganligini, bu vaqtda Yevropa davlatlari bilan o'zing ittifoqdoshlari bilan birlikda bu masalani jiddiy so'zlashayotganliklarini deb bizga ko'p umidlarni berdi. Uning dinkiyan muzokara qilgan muhim temalarning birisimi va bizning so'ragan savollari musulmon davlatlarning bilan bo'lgan bizning harakatlarimiz, aloqalarimiz, bularning bu masalaga nisbatan so'goq muomala tutayotganligi, jim turayotganliklarining sabablari haqida muzokaralar bo'ldi. Buni qanday shaklda o'zgartirish masalasi muzokara qilindi. Bu qatimki suhbatdan Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning xabar bo'lgan. Ulrich Brechbuhl apandi suhbat xotimasida Mike Pompeo'ning Uyg'urlarga yo'llagan salomini yetkazgan. To'lqin Iso apandimi Uyg'urlarning Mike Pompeo'ni intayin yaxshi ko'rganligini aytgan. Ulrich Brechbuhl apandi bo'lsa, Mike Pompeo'mu Uyg'urlarni intayin yaxshi ko'rdi deb javob bergan. Ulrich Brechbuhl apandi so'zida Pompeo apandining Dunyo Kurultayı rahbarlari bilan bugun biz bilan bo'lgan bu uchrashishdan xabardor ekanligini, bizga salom aytganligini bildirdi. Bizmi butun Uyg'ur xalqi Amerika hukumatiga, jumladan Pompeo apandimga bo'lgan cho'nqur hurmatimizni bildirib qo'yishni aytdik va Uyg'urlar Pompeo'ni bak yaxshi ko'rdi desam odam kulib ketib, Pompeo'mi Uyg'urlarni bak yaxshi ko'rdi deb javob berdi. Bu qatimki to'r suhbatiga Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Zümrət Ayma qatnashgan bo'lib, u suhbatning mo'l mazmunliq, ta'sirli o'tkazilganligini tilga oldi.
Biz tünügün Münih'teki Amerika konsulluğu verip Pompeo'nun Ali Məsləhətçisi Ulrich Brechbuhl degan bir efendim bilen görüşüp geldik. Bizning o'z söhbetimizde o'tirdi qo'yilgan masalalar shu hozirgi jiddiy ahvolda Uyg'ur qirg'inchiligini qanday to'sash uchun ya to'sish uchun dunyo Uyg'ur qurultiyi qaysi faoliyatlar kuchayib ishlayotidi shu to'g'rida paranglashdik. Andan keyin biz qanday ishlar bilan qanday qilib musulmon davlatlarni aktivlikka nim qila olamiz. Yangi prezident chiqsimi Uyg'ur masalasiga ko'ngil berishni umid qilamiz deb bunga o'tir qo'ydik. Andan keyin undan sirt shu oxirgi kelganda vatandan sirt Turkiyada bulamdi ya Indoneziya, Malayziyadagi shu huquqi yo'q Uyg'urlarning masalasini so'zlab chiqdik. Ularga ko'ngil berish kerak deb o'yladik. Andan keyin mushlar jiddiy harakatlarni doim qilib turish kerak. Amerika dunyoning birinchi eng kuchli bir davlat. Amerika bu masalaga texnik yaxshi ko'ngil berib aktivlik bilan ish qilish kerak. Ham boshqa davlatlarni yig'ib lidershiplik orqali boshqa davlatlarni shu qo'zg'ash kerak deb o'tirib qo'ydik. Ma'lum bo'lgandek, oldingi bir hafta Amerikaning Germaniyadagi bosh elchixonasi va Myunxendagi konsulxonasi birlikda Uyg'ur haftaligi faoliyati o'tkazgan bo'lib, to'r suhbati shaklida o'tkazilgan bu faoliyatmi elchixona va konsulxonaning to'r sahifasi orqali ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, yaxshi ta'sir qo'zg'agan edi.